Assalomu alaykum. Sizlarga men Mehribon ona she'rini o'qib bermoqchiman. Ona, mehribon ona. Sizga o'xshamadi qizingiz, u o'jarroq, qaysarroq yana. Ayting nima istar ko'nglingiz, nima yegiz kelyapti ona? Palovmi yo ser go'sht norimmi? Hech tortinmay ayting barini. Poyingizga sochay borimni. Nima yegiz kelyapti ona? Bolam deb yuravermang, har narsaga kuyunavermang. Bo'ldi, pensiyangizni hech kimga bermang. Hamma o'zini qadrini bilyapti ona. Endi og'iz oshga yetganda, oshqozonga botdi demangda, axir topib keldingiz-ku biz yeganda. Bu hayot shunaqa ekanda. O'ylab emas, o'ynab yensiz ham. Bolam topib keldi dengsiz ham. Bizsiz luqma totmadingiz, lekin yog'li oshlar yedik siz ham. Onam. 1-2 so'm oshirganim bor, yuring ketdik boramiz bozor. Imkonim bor ayting bemalol, nima kiygiz kelyapti ona? Bolam, yo'q deysiz, bolam qo'y deysiz. O'zing yeb ham, o'zing to'y deysiz. Muncha meni g'amimni yeysiz, meni qolib bolamni deysiz. Qarshingizda munis azizam, maylimi bir so'zni aytsam, negadir zo'r yozolmayapman, zo'r kuylolmayapman, menga nima bo'lyapti ona? Shu yo'sinda kunlar o'tyapti, dardim meni sekin yutyapti. Shu she'r yozilgan daftarni oldim, qaytib ishga yana chopdim. Hayot yo'llarimda o'zimga 1-2 non topdim. Mashhur qiziz, bemehr bola. Qulog'imdan bir bora cho'zing, yuragimni ketkizib g'ubor. Sen yaxshisan deng yana bir bora. Atrofingizda bo'lib parvona, rozi qilay deymanda ona.